tilidan so'zlashuv darslari boshlang'ich daraja. Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni yana Ibrat farzandlari loyihasida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Mening ismim Mushtari Boymatova va men speaking, ya'ni so'zlashuv darslarini olib boraman. Tayyor bo'lsangiz, birinchi darsni boshlaymiz. Lekin boshlashimizdan oldin o'tgan dars kirishda aytganim kabi daftar va ruchkangizni tayyor qilib oling iltimos, chunki yangi o'rganadigan narsalarimiz bugun yetarlicha ko'p. Demak, mavzuga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mavzuyimiz greetings, ya'ni salomlashish. Bugun sizlar bilan ingliz tilida salomlashishni turli xil turlarini umuman ko'rib chiqamiz, o'rganamiz. Va birinchi salom turimiz bizda bu hi yoki hello. Va yana bir narsaga kelishib oladigan bo'lsak, umuman men aytadigan yangi iboralarni va so'zlarni men bilan birgalikda qaytarishga harakat qiling har doim. Men ataylab 2 yoki 3 martadan qaytaraman. Sizlar tushunishingiz va mening orqamdan qaytarishga ulgurishingiz uchun. Demak, birinchi so'zimiz yana bir bor. Hi. Hi. Qiziqish ko'rsatishni aynan bildirish uchun hi deyishimiz mumkin. Hi yoki hello. Ahamiyat bering, o harfiga tugashiga qaramasdan o deya talaffuz qilyapman oxirgi harfni. Ya'ni hello emas, hello, hello. Hi yoki hello. Bittasini tanlaysiz. Hi yoki hello bu kundalik tarzda yaqinlaringiz, do'stlaringiz, o'rtoqlaringiz uchun salom, shunchaki salom deyish uchun ishlatiladigan so'zlar hisoblanadi. Ya'ni rasmiy tarzda, rasmiy ravishda, rasmiy holatlarda hi yoki hello deyishni unchalik ham maslahat bermayman, chunki bular rostdan ham kundalik ravishda salom beriladigan turdagi so'zlar. Ya'ni hi yoki hello, salom shunchaki. Okay, davom etamiz. Keyingi so'z iboramiz bu good morning. Alohida yoziladi ikkita so'z. Good yaxshi, morning ertalab degani. Birgalikda ular xayrli tong degan salom berish turini tashkil etishadi. Ya'ni good morning. Men bilan birgalikda qaytarishni unutmaymiz. Good morning. Good morning. Good morning. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, good morning emas, biz o'zbek tilida r tovushini r deya talaffuz qilsak, xayrli tong, misol uchun r bor, eshitilib turibdi. Ingliz tilida esa good morning, morning, ya'ni r tovushini r emas, tilning uchini yutadigan tarafga tortib r deyishga harakat qilamiz. Shunda good morning. Good morning. Good morning deya talaffuz qilamiz. Xayrli tong degani. Xayrli tong iborasini, good morningni siz yaqinlaringizga yoki rasmiy tarzda ham ishlatishingiz mumkin. Buning bir muammosi yo'q. Ya'ni istalgan holatlarda ishlatishingiz mumkin. Demak, rasmiy yoki norasmiy holatlarda bemalol xayrli tong, good morning deyishingiz mumkin. Keyingi so'z birikmamizga o'tamiz. Bu good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Xuddi bitta so'z kabi talaffuz qilinadi, lekin aslida ikkita so'z, ya'ni good va afternoon. Good bu yaxshi degani, afternoon bu kunduz kuni degani. Lekin birgalikda ko'rib turganimizdek, bu ikkita so'z xayrli kun iborasini tashkil etadi. Ya'ni soat 12 dan 5 larga qadar siz xayrli kun deyishingiz mumkin. Ya'ni good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda afternoon, afternoon. Afternoon demayapman, afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Xayrli kun. Okay. Ushbu so'z birikmasi ham good morning ga o'xshab, istasangiz rasmiy, istasangiz norasmiy, ya'ni yaqinlaringizga yoki ish bo'yicha insonlarga, o'qituvchilarga bemalol good afternoon deyishingiz mumkin. Keyingi so'z birikmamiz bu good evening. Good evening. Good evening. Good evening so'z birikmasining aslida alohida ma'nolari bu good yaxshi, evening kechki payt. Good evening xayrli kech. Good evening xayrli kech. Ya'ni soat 6 dan to juda ham kech bo'lib ketishiga qadar bemalol good evening, ya'ni xayrli kech deyishingiz mumkin. Misol uchun soat 6 dan aytaylik bir soat 10 gacha good evening, xayrli kech deyishingiz mumkin. Demak, good evening iborasini ham, so'z birikmasini ham
bitta so'z kabi talaffuz qilamiz. Good evening. Good evening emas. Good evening. Good evening. Xayrli kech. Xuddi good morning va good afternoon so'z birikmalariga o'xshab, good evening so'z birikmasini ham siz ham rasmiy, ham norasmiy holatlarda bemalol ishlatishingiz mumkin. Keyingisiga qarasak, biz how are you degan savolga yetib kelibmiz. How are you savolining ma'nosi yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi degan ma'noni beradi. Ya'ni ahvolingiz qanday? Ahvolingiz qanday? How are you? How are you? Yana ahamiyat bersangiz, agar ingliz tilida savol berayotganingizda siz qiziqishingizni bildirmoqchi bo'lsangiz va odatda shunday ham bo'ladi. Ya'ni savolni nimaga beramiz? Qiziqish bildirganimiz uchun. Savol berayotganimizda intonatsiyani, ya'ni talaffuz urg'uni tepaga ko'tarib berishimiz kerak. Ya'ni how are you? How are you? Yaxshimisiz? Ahvolingiz qanday? How are you? How are you? Ahvolingiz yaxshimi? Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Yoki how are you doing? How are you doing? Ishlaringiz yaxshimi? How are you doing? How are you doing? Ishlaringiz yaxshimi yoki yaxshimisiz? Bir xil ma'no. Istasangiz how are you? Istasangiz how are you doing deyishingiz mumkin. Ya'ni yaxshi yuribsizmi degan savollarning ma'nolari ingliz tilida how are you yoki how are you doing? How are you doing? Yana bir bor qaytaraman, qiziqish bildiryapmiz va shuning uchun ham savolda intonatsiya tepaga ketadi oxirida. How are you doing? Yaxshimisiz? Okay, davom etamiz. Javob berganda-chi? Javob berganimizda istasak I'm fine deyish mumkin. Ya'ni yaxshiman. Rahmat, ya'ni I'm fine. I'm fine. Yoki I'mni qoldirib fine deyishingiz ham mumkin. Fine. How are you doing? Fine. Okay. I'm fine. Keyingisiga qarasak, not bad. Not bad. Not bad iborasining ma'nosi yomon emas. Yomon emas. Misol uchun, how are you doing? How are you doing? Yaxshimisiz? Ahvolingiz qanday? Not bad. Yomon emas. Not bad. Not bad. Not bad. Men bilan birgalikda qaytaryapsiz degan umiddaman. Not bad. Yomon emas. Okay. How about you? O'zingizchi? Demak, bizga biror bir savol berilsa, misol uchun how are you? How are you degan savol berildi. Javob beramiz. Fine. O'zingizchi deyish uchun how about you? How about you? How about you? O'zingizchi? O'zingiz yaxshimisiz? Shu savollarning barchasi how about you? How about you? Ahamiyat bergan bo'lsangiz, about yozilgan keyingi so'zimiz you, ye tovushi bilan boshlanadi. About va ye, you. Birgalikda qo'shganimizda how about you? Ya'ni j tovushiga o'xshagan ju tovushi kelib chiqyapti. How about you? How about you? How about you? How about you? Yaxshimisiz? O'zingizchi? How about you? O'zingizchi? Ushbu savolga ham istasak I'm fine, not bad yoki okay, thanks deyishimiz mumkin. Okay, thanks bu rahmat, yaxshi. Yaxshiman, rahmat degan ma'noni beradi. Ya'ni thanks so'zini siz aslida not bad thanks deyishingiz ham mumkin edi. Ya'ni bu yerga qo'shishingiz ham mumkin. Istasangiz I'm fine thanks deyishingiz ham mumkin. Ya'ni yaxshiman, rahmat. Demak, thanks so'zi rahmat, qisqartma so'z hisoblanadi. Thanks, rahmat. Okay. Kimgadir xayrli tun tilash uchun biz good night iborasini ishlatamiz. Ya'ni biror bir suhbatni yakunladik va kechki payt
insonlar uxlashga yotmoqchi. Shunda good night deyishingiz mumkin. Xayrli tun. Good night deya biz salomlashmaymiz. Odatda suhbatni yakunlaymiz. Good night. Xayrli tun. Good night. Good night. Ya'ni kechki payt soat 12 da kim bilandir, ya'ni o'rtog'ingiz yoki oila a'zoyingiz bilan endi ko'rishib turgan bo'lsangiz, good night deya salomlashmaymiz. Good night xayrli tun degani. Shunday holatlarda odatda norasmiy ravishda bo'ladi bunday vaziyatlar. Shunday holatlarda biz hi yoki hello so'zlarini birinchi slaydda o'rgangan so'zlarimizni ishlatganimiz ma'qulroq. Good night iborasi bilan yana bir marta qaytaraman. Xayrli tun deya xayrlashishni nazarda tutamiz. Good night. Good night. Alohida tarjimalari good yaxshi, night tun degani. Ya'ni xayrli tun iborasini birgalikda tashkil qiladi. Good night. Okay. Istasak insonlar bilan xayrlashish uchun, ya'ni kechasi bo'lmasa, boshqa vaziyatlarda qanday xayrlashishimiz mumkin? Albatta, goodbye iborasini ishlatishimiz mumkin. Goodbye. Yoki shunchaki bye deyishimiz mumkin, ya'ni goodni ishlatmagan holatda bye deyishimiz mumkin. Bu ham xayr degan ma'noni beradi. Bye yoki goodbye. Ba'zida bye bye deyishlari ham mumkin, ya'ni goodni ishlatmaydilar. Bye va yana bir marta bye. Bye bye, xayr xayr degan ma'noni beradi. Demak, biz ishlatishimiz mumkin. Goodbye xayrlashish uchun, bye yoki bye bye, xayr xayr degan ma'noni beradi. Keling endi bir kichik dialog tuzib ko'ramiz, suhbat tuzib ko'ramiz birgalikda bugun o'rgangan iboralarimiz yordamida. Misol uchun, men xayrli tong deya salomlashishni tanlayman. Shunda good morning. How are you? Okay, thanks. How about you? Not bad. Bye. Bye bye. Demak, endi hozirgi suhbatimizni tarjimasini yana bir bora ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizning birinchi iboramizning good morning iborasining tarjimasi xayrli tong. Keyin biz ishlatdik. How are you? Ahvolingiz qanday? Yaxshimisiz? Biz javob berdik. Okay, thanks. Yaxshi, rahmat. How about you? O'zingizchi? Not bad deya javob berdik, yomon emas. Va xayrlashdik. Bye. Goodbye demak yoki bye so'zlarini ishlatamiz xayrlashish uchun. Yoki albatta see you iborasini ishlatishingiz mumkin. Ushbu iboraning tarjimasi ko'rishguncha degan ma'noni beradi. Istasangiz see you keyin goodbye deyishingiz ham mumkin, ya'ni ko'rishguncha xayr. Yoki goodbye, see you deyishingiz ham mumkin, xayr, ko'rishguncha. Ya'ni istagan kombinatsiyangizni tuzishingiz mumkin. Shunday qilib bizning birinchi darsimiz bugun nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, barcha yangi iboralarni va so'zlarni yozib oldingiz va ikkinchi darsni ko'rguncha yodlab olasiz. Oynaga qarab, o'zingizga o'zingiz o'sha iboralarni aytib, mashq qilishni unutmang. Bu eng yordam beruvchi samarali usullardan biri hisoblanadi. Savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha see you.